Demak, bugun ko'rib chiqadigan kichkinagina mavzuyimiz hayotning 3 bosqichi haqida bo'ladi. Inson bu hayotga kelar ekan, qaysi millatda, qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni millatni irqqa kelib chiqishidan qat'iy nazar, bu hayotida 3 ta bosqich bo'lgan. Mana bu bosqichni bosib o'tadi. Demak, inson birinchi bosqichda 0 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan davr, ikkinchi bosqichda 5 yosh zo'r xato o'chirilmay qolibdi. Qolib ketibdi. 25 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan davr, 3-bosqichda 60 dan to vafot etgunga qadar bo'lgan davrni bosib o'tadi. Demak, inson birinchi bosqichi, ikkinchi bosqichi, 3-bosqichi har birining o'ziga xos xususiyati bor. Har bir bosqichining o'ziga xos xususiyati bor. Demak, inson tug'ilar ekan, to 25 yoshga qadar bu davrda yashar ekan, ilm olish bosqichi, hunar egallash yoki hunar egallash bosqichi. Hunar egallash uchun qandaydir ana shu sohaga bo'lgan ilm bor, ana shuni egallash kerak. Inson, odam bolasi mana shu bosqichda agarda qattiq mehnat qilsa, aqliy va jismoniy mehnat qilib, biror bir kasbni egallar ekan, qattiq turishar ekan, bor kuchini, bor g'ayratini, bor imkoniyatini mana shu davrda ilm olishga sarflar ekan, mana bu bosqichda o'ynab kulib yaxshi hayot kechiradi. Agar mana bu davrda ayniqsa hozirgi yoshlarimizdagi muammo mana bu davrda o'ynab kuladi. Ko'cha daydilaydi, telefon tutadi, telefonda PUBG o'ynaydi. Televizor ko'radi, bekor yuradi. Umrini bekor sarflaydi. Yalla taralloqi bekor shit o'tkazayotgan bolalarimiz mana bu bosqichga o'tganda og'ir, qattiq mehnat qilishga majbur bo'ladi. Bu davrda og'ir, qattiq mehnat, ilmiy mehnat qilgan yaxshimi bu davrdami? Bu davrda qattiq mehnat qilgan yaxshi. Sababiki bu davrda davlat ta'minoti va ota-ona tomonidan beriladigan ta'minot bor. Bu davrda yosh bolalarning muammosi faqat ilm olish, hunar egallashdir. Ularda boshqa muammo yo'q. Bu davrda qattiq mehnat qilgan yaxshi. Aqliy va jismoniy mehnat qilish kerak. Ya'ni sport bilan shug'ullanib, ota-onaga uy ishlarida qarashib, faqat aqliy mehnat bilan shug'ullangan yaxshi. Bu davrda agarda yaxshi bo'lsa, bu davr qattiq mehnat qilsa, bu davrda o'ynab kulib, yallo qilib, bemalol qattiq mehnat qilmasdan ham yaxshi pul topib, yaxshi daromadli kasblarni egallab, yaxshi daromadli dunyo kezib, yallo tarallo qilishligi mumkin. Va bu davrda ham albatta go'zal bo'ladi. Ya'ni o'ziga yetarli darajada sarmoya qilib olgan bo'ladi, mol-mulkka ega bo'lgan bo'ladi, bemalol qarigan chog'da yashasa bo'ladi. Agar bu davrda ilm olmasa, aqliy mehnat qilmasa, bir kasbni tutmasa, mana bu davrda qattiq mehnat qiladi. Endi bu davrga o'tgan uning farzandi, oilasi, ota-onasiga ta'minot qilish kerak. Ya'ni oylikdan oylikka yashashga majbur bo'ladi. Qiyin azob bilan bo'ladi, yashashga majbur bo'ladi. Mana bu davr og'ir kechadi. Shuning uchun yoshlarimiz mana bu davrda ilm olish kerak. Agar bir kunda 24 soat bo'ladigan bo'lsa, ana shu 24 soatdan 8-10 soatini mana bu yoshdagilar uyquga sarflaydigan bo'lsa, agar 6 soatini bir kunda 24 soatdan 4dan birini, ya'ni 6 soatini ilm uchun sarflasa, bir yilda 365 kun, mayli 365 kun emas, 300 kunini sarflasa, 65 kuni tug'ilgan kun, tadbirlar, bu har xil kasal bo'lib qolishi bor, mehmonga borishi bor, o'shalarga chiqarib tashasin. 300 kun ilm bilan shug'ullansa, 1800 soat bir yilda shug'ullangan bo'ladi. Agar bola maktabga 7 yoshidan borganda ham 25 yoshga qadar
shug'ullansa, ya'ni 18 yil shug'ullansa, 1818 ko'paytirsa 32400 soat aqliy mehnat qilgan bo'ladi. 32400 soatda qancha ilm olish mumkin? Endi mana shu soatni yo mana bu davrda aqliy mehnat qilib, bir sohani tutib bu davrga o'tish mumkin. Yoki mana shu davrda aqliy mehnat qilmay, kuniga 6 soatdan faqat o'ynab, televizor ko'rib, umrini bekor sarflab ham bu davrga o'tish mumkin. Yana qaytib o'tiraman. Bu hayot qonuni. Agar mana bu birinchi bosqichda o'yin kulgi yalla taralloq qilar ekansiz, hurmatli o'quvchilar, yoshlar, bu davrda buni badalini to'laysiz. Agar bu davrda qattiq mehnat, aqliy mehnat qilar ekansiz, bu davrda rohatini ko'rasiz. Ya'ni mana bu davrga e'tibor qaratish kerak. Muqaddas kitoblarning birida inson umri uchun alohida bir so'ralar ekan va yoshlik davri uchun alohida bir so'ralar ekan. Ya'ni yoshlik davriga, mana bu davrga alohida e'tibor qaratish kerak. Hattoki muqaddas kitoblarda shunday yozilyapti. Mana bu davrga qaratish kerak. Millatingiz, irqingiz, kelib chiqishingiz, qayerda yashashingizdan qat'iy nazar mana bu davrga e'tibor qaratgan yoshlar, ya'ni inson, banda mana shu inson, mana bu davrga qaratgan inson bor kuchini shu davrda to'g'ri foydalangan inson mana bu davrda albatta rohat farog'atda kechadi. Bu davrdagi hayot bu davrlarga albatta to'g'ri ta'sir qiladi. Endi tasavvur qiling. Bu davr ikkalasini bir qisqa vaqtda ko'rib chiqadi. Bu davrda yalla taralloq qilgan bola, umuman hech qanday ilmi yo'q, hech qanday hunari yo'q. Bu davrda nima qiladi? Oddiy bir ishchi bo'lib, yollanma ishchi bo'lib bitta joyga kiradi, zavod, fabrika yoki qayergadir ishchi bo'lib yuraveradi. Qarigan chog'ida shu pensiyasiga, quruq pensiyasiga yashashga majbur bo'ladi. Endi, ya'ni bu davrlarni faqat azob, uqubat bilan qariganda, agar kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, pensiyasi kasalligiga ham yetmaydi. Qiyin azobda o'tib ketadi. Faqat azob bo'ladi. Endi bu davrda qattiq mehnat qilgan bola nima qiladi? Bu davrda qattiq mehnat qilgan, aqliy mehnat nazorat qilyapmiz. Jismoniy emas, aqliy mehnat qilgan bola, bitta hunarni ushlagan bola mana bu davrda katta oylikka ishlaydi. Aqli hushi joyida bo'lgani uchun o'ziga mol-mulklar qilib qo'yadi. Qaragan chog'ida esa rohat va farog'atda yashaydi. Endi mana bu davrni qanday o'tkazish? Hurmatli, mana bu davrda yashayotgan o'quvchilar, xulosa qiling, o'zingiz qaror qiling. Biz ustoz sifatida aytib o'tib ketyapmiz. Tanlash imkoni ikkita yo'l bor. Biri boshi mashaqqat, keyingisi rohat. Ikkinchisi boshi rohat u, keyingisi mashaqqat. Istaganingizni tanlang. Albatta ikkalasidan bitta yo'lda yurasiz. Yo uni, yo buni tanlang. E'tiboringiz uchun rahmat.